kichik tembr, keng diapazonli ovoz sohibi, bir gap bilan ta'riflaganda jonli ijro kuylashdan qo'rqmaydigan xonanda Bobur Mirzobejonov xizmatingizda bo'ladi. Sahnaga taklif qilamiz.
15-yanvar oqshomi Jumaniyozovlar yozgan to'kin dasturxon mehmoni bo'lishni ixtiyor etib yig'ilgan umr azizlar, barchangizga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum. Hammani yetirsin. Bilasiz, har bir kun, har bir sana o'ziga xos muhim voqeliklar bilan tarix zarvaraqlaridan munosib o'rin egallaydi. So'zim avvalida ta'kidlab o'tdim. 2026-yilga qadam qo'ydik. Hammamiz uchun omadli, xayrli zo'r yil bo'lsin. Shu yilni xonadon egalari to'ylari bilan boshladi. Bugun 15-yanvar, barcha Jumaniyozovlar kutgan baxtli kun. Sababi shu sulolaning munosib davomchisi Ravshan aka, umr yo'ldoshi Nazokat opa bilan necha yillar intiqib, orziqib kutgan baxtli onlarga bugun start berdi. Qo'shiqlar bilan to'ylar boshlandi. Sulola vakillarini yaxshi niyat istaklar bilan boshlangan o'yinlar katta bir shodiyona to'ylar bilan tabriklaymiz, qutlaymiz. Bundan-da kirishlarni bog'lashibdi, xayrli bo'lsin. Oralaridagi bordi keldi, mehr muhabbatlari davomli bo'lsin. Endi muhtaram mehmonlar, ijozatingiz bilan